Berkinmachoq. Bu o'yinda qizlar va o'g'il bolalar aralash holda qatnashishlari mumkin. Avval hamma bolalar qator bo'lib tizilishadi. So'ng xohlagan bittasi chiqib qatordagilarni sanay boshlaydi. Masalan, ko'prikning tagida bir ayiq semichka sotib o'tiribdi. Semichkaning bahosi necha so'm deb o'sha sanoqqa to'g'ri kelgan boladan so'raladi. U bola xohlagan raqamini, masalan, 10 deb aytishi mumkin. Sonni aytgan bolaning biqinidagi boladan boshlab 1, 2, 3 deb sanaladi. 10-chi bo'lib turgan bola safdan chetga chiqib turadi. Bolalar shu tarzda sanalib bo'lingach, oxirida bittasi qoladi. O'sha bola ko'zini yumadi va ataylab berkitib turadi. Boshqa bolalar ma'lum bir muddat turli joylarga yashirinadilar va bola ko'zini ochgach, ularni topa boshlaydi. Agar u hech kimni quvib yeta olmasa, yengilgan hisoblanadi. O'yin bolalar xohlaganicha davom etishi mumkin.